Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bugun hazm sistemasi, ichki qotish, yo'g'on ichak kasalliklari bilan suhbatlashamiz. Mana bu yerda men doskaga chizib qo'ydim. Oshqozon, 12 barmoq, ingichka ichak va jigarlarda suratini chizib qo'ydim. Hazm sistemasi birinchi navbatda og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Yeyilayotgan ovqat og'iz bo'shlig'ida hazm jarayoni boshlanadi. Maydalab chaynab yutiladi. Qizil o'ngach orqali oshqozonga kelib tushadi. Oshqozondan 12 barmoqqa tushadi. 12 barmoqdan ingichka ichaklar orqali mana qarshimizdagi turgan suratdagi yo'g'on ichakka borib aylanib tushib, orqa peshob orqali tashqariga chiqib ketadi. Endi yo'g'on ichak kasalliklarining asli sababi nima va bu qayerdan kelib chiqadi? Mana bu oshqozon deydigan bo'lsak, shu oshqozonni biz hozir 3 ga bo'lamiz. Mana bu bir qismi, mana bu ikkinchi qismi. Biz ovqatlanish jarayonida agar suyuq ovqat iste'mol qiladigan bo'lsak, birinchi qismi suyuq ovqat bilan to'ladi. Ikkinchi qismi qo'yiq ovqat bilan to'ladi. Shundan keyin ovqatlanishni bas qilish kerak. Agar biz suyuq ovqat va qo'yiq ovqatlarni yeganimizda uchinchi qismi doimo bo'sh turish kerak. Biz nima qilamiz? O'zbeklar ovqatlanish bo'yicha hozir jahonda rekord natijasiga chiqib oldi. Biz turli xil ovqatlarda aralash qilib yeyaveramiz va bundan oshqozon qiynaladi. Birinchi qismi, ikkinchi qismini to'ldirgandan keyin ovqatlanishni bas qilish kerak. Bizda nima bo'ladi? Ovqatlanib bo'lgandan keyin meva-chevalar, uzum, torg'iz, qovun, olma, shunga o'xshab meva-chevalarni iste'mol qilamiz. Shu meva-chevalar oxirida tushganligi uchun birinchi yeyilgan ovqat va ikkinchi yeyilgan ovqatlarni hazm qilish jarayonida oshqozon ishqalanib, ularni mayda bo'laklariga bo'lib ishlov beradi. Shu ishlov berayotgan vaqtida oshqozon juda qattiq qiynaladi. Shu paytida ishlov berilayotganda oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni oshqozonga tushgan, ular o'zidan gaz chiqaradi. Shu chiqargan gaz yuqoriga ko'tariladi-da, mana bu uchinchi bo'shlig'ida qolgan meva-cheva mahsulotlari tez hazm bo'lganligi munosabati bilan bu ovqatlar hazm qilayotganda o'sha meva-chevalar tez orada hazm bo'ladi-da, bu yerda sashish, bijg'ish holati yuz beradi. Shunday qilmaslik uchun, yo'g'on ichak kasalliklari kelib chiqmasligi uchun albatta birinchi suv ichib olishimiz kerak. Suvni ham issiq, qaynoq suvni ozgina sovutib ichish kerak. Bunda nima bo'ladi? Mayda-mayda ho'plab ichganingizda og'iz so'laklariga aralashadi-da, bu kelib ichaklarga tushadi va u qonga so'riladi. Organizmni ovqatga tayyorlaydi. Ana bundan keyin salat yeyish kerak. Salat nimadan bo'ladi? Salat karam, ko'kpiyoz, ko'katlar, qizilcha qo'shishingiz mumkin, olma qo'shishingiz mumkin, bir dona qirilgan, sabzi qo'shishingiz mumkin. O'sha ovqatlar kelib birinchi salatni yeb olganingizda qon suv orqali suyulib turadi-da, o'sha yeyilgan salat ingichka ichaklar orqali qonga so'riladi. Vitaminlar, uglevodlar, minerallar so'riladi. Qolgan qismi aylanib boradi-da, yo'g'on ichakka tushadi va yo'g'on ichakda bizga eng kerakli bo'lgan mikrojonivorlar yashaydi. O'sha mikrojonivorlarni biz salatlar orqali ovqatlantirib turishimiz kerak. Biz noto'g'ri ovqatlanish jarayonida yo'g'on ichagimizdagi o'sha bakteriyalarni o'ldirib yo'q qilib yuborishga sabab bo'lamiz. Insonni yashovchanligi kamayib ketadi. Kasalliklarni keltirib chiqarishi asosan ichaklarimizga borib taqaladi. Endi yo'g'on ichak kasalligi, ich qotish kasalligini oqibatidan kelib chiqadigan kasalliklar. Birinchidan yuzga toshmalar toshadi, oq dog'lar toshadi, gaymarit hosil bo'ladi, nafas qisishlari boshlanadi va hokazo shunday kasalliklar ro'yab berishiga sababchi bo'ladi. Endi shunday bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Avvalo suv ichib olishimiz kerak.
qonni suyultirish uchun. Undan keyin salat yeyish kerak. Undan keyin ovqatni mayda bo'laklarga bo'lib chaynab yeyish kerak. Iloji bo'lsa 30 martadan ortiq, hattoki 40 martagacha chaynab yeyilgan ovqat oshqozonga tushganda oshqozon qiynalmasdan hazm qiladi. Shu oshqozon hazm qilganda o'sha ovqat 12 barmoqqa qarab oqadi. U yerda plori halqa joylashgan shu yerda. Shu plori halqa ochiladida 12 barmoqqa kelib tushadi. O'sha 12 barmoqqa kelib tushgan vaqtida mana bu teparoqqa chizib qo'ydim, jigar. Mana bu o't pufak. Shu jigarda yonida yopishib turgan o't pufak o'z suyuqligini 12 barmoqqa quyadi. Bu bamisoli kislota desak bo'laveradi. O'sha 12 barmoqqa quygan o't suyuqligi ovqatni parchalashga, hazm qilishga yordam beradi. Endi ovqat parchalangandan keyin ingichka ichaklarda oson so'riladi, oson yuradi aylanib va hazm jarayoni yaxshi davom etadi. Endi kalit kasallikka, yo'g'on ichak kasalliklarga uchragan odamlar bundan tashqari ichki kasalliklar ham bo'ladi, teri kasalligidan tashqari. O't dimlanadi, oshqozonda o'zi qiynaladi, jigar qiynaladi va buyraklarimiz ham qiynaladi. Jigarga toksin shilaqlar to'lib ketadi. Jigar o'z faoliyatini to'liq bajara olmay qoladi. Qiynalib ketadi juda ham. Terilaydi kerak bo'lsa. O'sha paytida jigar o'tga suyuqligini chiqaradida 12 barmoqqa quyayotgan vaqtida 12 barmoqqa quyishga qiynaladi. Nimaga? Biz xarakterimizni, fikrlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Agar biz to'g'ri fikrlasak, yaxshi kayfiyat bilan ovqatlanadigan bo'lsak, kayfiyat yaxshilangan vaqtida 12 barmoq ochiq turadida o't suyuqligini bemalol quya oladi. Agar siz jahl bilan, qahr bilan, alam bilan doimo stressda bo'laveradigan bo'lsangiz, bu narsa birinchi oshqozonga uradi va jigarga uradi. Va oshqozonda gastrit, yara kasalliklari, 12 barmoq yara kasalliklarini keltirib chiqarishi hammasi sizni xarakteringizga, ko'p diqqat bo'lishingiz, asabiylashingiz, stressga tushishlaringiz 12 barmoq yarasi va oshqozon yaralarini keltirib chiqaradi. Bundan albatta jigar ham qiynaladi. Endi ingichka ichaklardan nimalar so'riladi? Ingichka ichaklardan asosan uglevodlar, minerallar, oqsillar so'riladi. Ana endi yo'g'on ichakka kelganda yo'g'on ichagimizga kelganda mana buni rangli tasviri bor. Mana bu yerdan ingichka ichak, yo'g'on ichakka ulangan joyi bor. Mana osilib turgani bu ko'r ichak. Shu yo'g'on ichakni ichida siz hazm qilgan ovqatlar aylanib orqa peshobgacha yetib keladi. O'sha yo'g'on ichakda so'rilayotgan vaqtida bu yerdan qonga asosan suvlar so'riladi. Va suvlar so'rilish natijasida mana bu yo'g'on ichakda agar 1 sutkadan ortiq vaqt ovqat qoldiqlari qolib ketadigan bo'lsa, bu yerda chirish jarayoni boshlanadi. Bir hujayrali o'simlik, o'tgan safar aytganimdek, mag'or paydo bo'ladi. Qon o'ziga suvni so'rib olayotgan paytida albatta shu mag'orlarni so'rib oladi. Ana o endi mag'orlar qon tomirlarimizni aylanib yuribdi. Aylanib yurib, qon tomirda qandaydir joylarga borib taqaladi, to'xtalib qoladi. Burilishlarda xas-xashalar yopishganidek, xuddi shunaqa joylarda qon tomirlarda tiqilmalar paydo bo'ladi. Xolesterin yog'lar, har xil toksin, shilaqlar paydo bo'ladi. Bundan jigar qiynaladi, o't pufak qiynaladi bundan. Keyin jigarda o'tda dimlanish bo'ladi. Ana endi bundan yuragimiz ham qiynaladi. Ishemik kasalliklari, ya'ni yurak qon tomir kasalliklargacha kelib chiqishiga sababchi bo'lgan narsa mana shu yo'g'on ichagimiz. Bu doimiy ravishda ishlab turish kerak. Yo'g'on ichak o'z faoliyatini bajarib, ishlab turgan vaqtida yo'g'on ichak qisqarib, yozilib turadi. Shuni qisqarib, yozilib turishini hisobiga ovqatlar asta sekin surilib, orqa peshob orqali chiqib ketadi. Agar sizda 1 sutka, 2 sutka, hatto 3 sutka haftalab yo'g'on ichagingiz bo'shamaydigan bo'lsa, sizni butun teringizni kasal qiladi. Jigarni kasallaydi, qon tomirlarga tiqinlar yig'ilishiga sababchi bo'ladi.
qorningiz dam bo'ladi. O't pufagidan o'zini suyuqligini 12 barmoqqa quya olmaydi. Bir qator buket kasalliklarni chiqishiga sababchi bo'ladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun avvalo ovqatlanishdan oldin albatta suv ichib olishimiz kerak. Qaynagan suvni issiq holatda. Undan keyin salat iste'mol qilish kerak. Undan keyin meva-cheva yesangiz bo'laveradi. Lekin ovqatlanib, issiq ovqat, qovurilgan, qaynatilgan ovqatlarda iste'mol qilishdan oldin meva-chevani yeb olish kerak. Meva-cheva tabiatni o'ziniki bo'lganligi uchun u tez hazm bo'ladi. Yarim soat 45 minut ichida hazm bo'lib ketadi. Kuydirilgan, pishirilgan, qaynatilgan, dimlab tayyorlangan ovqatlarda hazm jarayoni sal sekinroq ketadi. Endi go'sht mahsulotlariga keladigan bo'lsak, hayvonlarni so'yayotgan vaqtida hayvon o'zini so'yilayotganini biladi. Shu paytda insonga bo'lgan nafrati, g'azabi ortadida u o'zidan miyadan kortizol chiqaradida qon tomirlariga o'rnashib qoladi. Shuning uchun go'sht mahsulotlarini hazm qilish anchayla og'ir kechadi. Bundan ichaklar qiynaladi, 12 barmoq ichak qiynaladi, oshqozon qiynaladi va o'z navbatida yo'g'on ichak ham qiynaladi. Demak, nima qilishimiz kerak? Fikrimizni avvalo tozalashimiz kerak. Juda ko'p yo'g'on ichak kasalliklari bilan kelayotgan bemorlarda asosan ko'prog'ini ayollar 60 yoshdan, 70 yoshdan o'tgan qariyalar tashkil qiladi. Yoshlarda yo'g'on ichak kasalliklar doimo bo'lavermaydi. Endi 60 dan 70 dan o'tgan odamlarda nima uchun yo'g'on ichak kasalliklari ko'payadi? Chunki mana shu yo'g'on ichagimizning ichidagi bakteriyalar, mikrojonivorlarda ozayib ketganligidan sabab bo'ladi. Buni ustiga yana qo'shimcha qilib aytaman, 60 yoshdan o'tgan odamlarda kam harakatlilik boshlanadi. Ovqatlangandan keyin sayrlar qilmaydi, ko'proq piyoda yurmaydi. Ovqatlanadida asta yotib olib televizor ko'radi. Shu bilan uxlaydi. Harakat bo'lmagandan keyin ovqat hazm qilish ham buziladi. Shunday bo'lmasligi uchun butun organizmda toza saqlash uchun ovqatlanish qonun qoidalariga rioya qilib borsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi deb o'ylayman. Demak, biz ovqatlanishga asosiy e'tiborimizni berishimiz kerak. Shundagina jigarlarimiz qiynalmaydi, buyraklar qiynalmaydi, o't pufak qiynalmaydi, qorinda dam bo'lmaydi va yaxshi chaynalishni hisobiga, ko'proq chaynashingiz hisobiga yo'g'on ichakda ovqatlar ortiqcha muddat turib qolmaydi. Endi bularni davolashning iloji bo'lmagan vaqtlarida, yo'g'on ichak kasalliklarida nima qilinadi? Aptekadan ximiya dori vositalari orqali tozalanadi. Lekin bu yaxshi emas. Hozirgi kunda aptekalarda soni ayniqsa O'zbekistonda keragidan oshiqcha darajada ko'payib ketdi. Bizni avlodlarimiz ilgarilari kam kasal bo'lishgan. Sababi texnikalar bo'lmagan, elektrotexnikalar bo'lmagan, kir yuvish ham qo'lda bo'lgan, uy supurish ham qo'lda supurgilar orqali bo'lgan, jismoniy harakat ko'p bo'lgan. Shu jismoniy harakatlarda ko'p bo'lganligi munosabati bilan odamlarda harakat o'ta kuchli bo'lganligidan oshqozon ichak trakti, ya'ni hazm sistemasi ularda yaxshi ishlagan. Hozir hamma narsani texnikaga topshirib qo'ydik. Iloji bo'lsa 1 minutda davolanishni xohlaymizda Pekalakiz va boshqa dori vositalarini ichamiz. U dori vositalaridan oshqozon qiynaladi, jigar qiynaladi va yo'g'on ichakdagi mikrojonivorlarni o'ldirib yuborishga sabab bo'ladi. Endi bo'lar ish bo'ldi, yo'g'on ichagingiz qotdi. Endi nima qilish kerak? Agar bizga tashrif buyuradigan odamlarda orqa peshob orqali, mana bu to'g'ri ichak orqali yo'g'on ichakka suyuqliklar, damlamalar, kerakli malhamlar bilan yo'g'on ichakni 10 kun davomida tozalab boramiz. O'sha paytida ovqatlanishni qisqartiriladi yoki bo'lmasam umuman ovqatlanish to'xtatiladi. Tabiiy vositalar iste'mol qilinadi, ya'ni olma so'ki. Haqiqiy naturalni olma so'kidan ichib, immunitetni ma'lum miqdorda ko'tarib turiladi. Yo'g'on ichak to bo'shab,
Buni ichi polnisi tozalanib, ingichka ichaklargacha tozalangandan keyin yana yo'g'on ichak kasalligi paydo bo'ladimi? Yana paydo bo'ladi. Qachonki siz ovqatlanish rejimini yo'lga qo'ymasangiz, to'g'ri ovqatlanmaydigan bo'lsangiz, yana yo'g'on ichak kasalliklari chiqib kelaveradi. Shunday bo'lmasligi uchun avvalo ovqatlanish rejimiga amal qilasiz. Har 6 oyda ichaklarni ma'lum miqdorda tozalab turish kerak. O'sha tozalab turgan vaqtingizda ichaklar ancha o'zini faoliyatini tiklab oladi. Bundan tashqari, ximiya vositalari orqali sun'iy sintetik dori-darmonlardan iloji bo'lsa umuman foydalanmang. Ularni foydasidan ko'ra ziyoni ko'proq. Tabiiy ovqatlaning, tabiiy ovqat iste'mol qiling, vaqtida suvni iching. Oddiy bir misol 70 kilo vaznga ega bo'lgan odamga kamida 2,5 litr suv ichish kerak. Qaynoq suv ichaklarni bo'shatishga, ichni yurishga doimo yordam beradi. Berayotgan tavsiyamizga hamisha amal qilib, doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yanagi intervyularda ko'rishguncha.